O'qigan darsda yoqdik. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bizni video orqali ko'radigan talabalarga ham salom, yaxshimisizlar? Xo'p, qanaqa qiyin? Albatta qiyin, dars o'tish qiyin. Nimasi qiyin? Qanaqa ko'p urg'u berasiz? Chunki o'zbek segmentida stereotiplarga qaraydigan bo'lsa, psixologik jihatdan tahlil qilsak, bizni o'qituvchi degan paytda oxirgi shu 20 yil 15 yillikda bu bo'y baland bo'lishi kerak. Albatta u seri rang kostyum shim kiyib yurish kerak. Keyin sarqonni ham bo'lishi kerak. Yoshi sal kattaroq, anaqa nervliroq odam bo'lishi kerakda. Pedagog degan maqomga erishish uchun. Lekin menda har doim ko'rinishim doim shu 5-6 yildan beri xudoga shukur qarimayapman. Doim 20-21 Qaramang. yoshlardan ilohim qarimayam. Har doim auditoriyaga kirayotgan paytimda o'quvchilar mani o'quvchi deb o'ylamaydi. Yangi gruppaga kelgan o'quvchi qiz bo'lsa kerak deb o'ylaydi. O'sha 21 yoshni birinchi dars boshlaganimda. Shunaqa tomoni qiyin. Ya'ni siz darsga o'quvchilarni o'zingizga qaratib olishingiz uchun juda ko'p harakat qilishingiz kerak. Ya'ni eng asos tayanadigan narsangiz bilim. Bilimingiz o'ta kuchli bo'lsa, o'ta zo'r bo'lsa, o'quvchi sizga qaraydi. Chunki masalan o'qituvchi unaqa bilimi zo'r bo'lmasa ham, uni hurmati, yoshini hurmatini qiladi. O'zbek talabalar yoshini hurmatini qilib jim o'tiradi. Lekin agar siz yoshroq bo'lsangiz, sizni faqatgina bilimingizni hurmat qilib, bilimingizga tan bersagina jim o'tiradi. Faqat shundangina jim o'tiradi. Masalan, menda bitta ingliz dars beradi, ingliz tilini bilasizlar, ancha ham yosh talaba, sizlar o'z yoshinglar katta, ancha anaqa bo'lgansizlar. Lekin sizdan 3-4 yoshli katta talabaga dars o'tish bu qiyinroq. Qiyin bo'ladi. Nimaga? Chunki sizdaqa ana fikrlashga ega bo'lmaydi. Ular sizlar masalan kitobni bilmasligingiz mumkin, psixologiyani bilmasligingiz mumkin, lekin hayot darsini olgansizlar-da, o'zinglar bosib olgansizlar. Boshqacha fikrlashi, boshqaga imkoniyat berishi, ya'ni masalan, voy bizdan kichkina bo'lsa ham, mayli harakat qilsin, davay darsini o'tsin, bizni qo'llab-quvvatlaylik degan tendensiya bo'ladi. Mana shu 15 yoshdan kattaroq odamlar dars o'tsangizda, 10-15 yoshdan, lekin 3-4 yoshda yoki o'zingiz tengi bo'lgan odam dars o'tsa, ular sizni konkurent sifatida ko'radi. Konkurent. Sizlar meni konkurent sifatida ko'rmaysizlar. Nimadir o'rgansa o'rganib olay deyishingiz mumkin. Endi unaqa uchun birinchi o'rinda bilimingiz, ikkinchi o'rinda punktual bo'lishingiz kerak. Ya'ni punktual bo'lish kerakda. Qanaqadir hamma aytgan narsangiz ustidan chiqib beradigan o'qituvchi bo'lishingiz kerak. Keyin muloqot. Ya'ni chiroyli, to'g'ri so'zni tanlay olishingiz kerak. O'quvchiga gapirayotgan paytingizda shunga ham e'tibor berardi. Xudoga shukr, umuman konflikt bo'lmagan, faqat bir marta bitta o'g'il bola bilan konflikt bo'lgan. Bir universitetda ishlaganimda u er-xotin o'qishardi. O'zi keyin bilsam, hamma o'qituvchi bilan urushar ekan. Mendan 5-6 yosh katta o'g'il bola bo'lgan. Juda ham janjalli holat bo'lgan. Darsda ustoz sifatida hurmat qilmaslik, xohlagancha payt chiqib ketish, boshqa bo'lish yomon holat bo'lgan. Shundan beri Xudoga shukr boshqa ilon problemaga duch kelmay. Eng qiyin jihati shu. Lekin o'sha o'zbek segmentida o'qituvchi degan stereotip bizni qiynaydi. Mana hozirgi paytda yosh o'qituvchilar ko'payib ketdi. Endi qiynalishmaydi. Lekin 6 yil oldin qiynalganman. Rostdan ham qiynalganman. Mana odamchi psixologiyada qilgan orzulari ham hayotiga ta'sir qiladimikan deb o'ylab qolasizda. Masalan, yoshligimda mana kitob o'qigan, kitob o'qib qiynalgan odamlarga havas qilganman-da. Endi bu havas ekan, bilmayman endi. Masalan, sizlar ham o'zinglarning hayotinglarni tahlil qilib ko'rsanglar, qachonlardir orzu qilgan narsanglar hozir hayotinglarda bo'layotgan bo'ladi. U yoqimsiz tarzda bo'lishi ham mumkin. Ammo o'shani chet el seriallarini ko'rib, ularchi anaqa kitoblarni ushlashib olardi-da. Mana shunaqa kitoblarni ushlashib olib, baqirib kechasi yig'lardi-da, darsga tayyorlanmasdan. Xuddi o'sha universitetda dars berayotganimda kechasi kitoblarni ochib olib, baqirib yig'lagan paytlarim bo'lgan. Vaqt yetmayapti. Fizik jihatdan vaqt yetmaydigan. Shu jihatlari qiyin. Lekin qolgan jihat qiyin emas. Hozir moslashib olganman, joyiga tushib olgan. Xudoga shukr. Darsimdan o'quvchilar qoniqadi, o'zim ham qoniqaman. Yaxshilab harakat qilishim kerak deb o'ylayman. Shu o'zbekcha segmentda 4-5 yoshgacha sizga konkurent sifatida qaraydi. 10 yoshdan keyin meni lol qoldirsang seni eshitaman deb qaraydi. 15 yoshdan keyin просто diplom uchun o'qiydi. Shunaqa. Lekin ustoz, Nima deysiz? siz yosh ustoz bo'lsangiz ham talabchan ustozsiz. Rahmat, rahmat. Man shunaqa deb o'ylayman, men bilmadim endi kim qanaqa o'ylasa.
Balkim. Xo'p, unda Obunachi. darsimizni boshlaymiz. Xo'p, o'tgan dars uyga baysa nima berganman sizlarga? Dars uyga baysa berganmanmi o'zi degan savol. Prezentatsiya oxirigacha yetib bormaganmiz. Erkaklar ayollarni emotsional jihatdan ustun bo'lmagan jihatlarni ko'rib chiqqanmiz oxirgi prezentatsiyada. Qolganida e, nimani ko'rganmiz, nimani o'qiganmiz. Men yana eski prezentatsiyamni ochib qo'yibman. Yangi prezentatsiyamni ochishim kerak. 6-mavzu. Mana endi ochildi bu. Xo'p, kreativlikni o'qidilarmi? Kreativlik nima ekan o'zi? Bu haqida tushunchaga ega bo'ldingizmi? Kreativlikka. Mana bugungi mavzuyimiz endi sizlar bilan tanishib oladigan bo'lsak darsimiz bo'yicha. Bu individual farqlardagi dolzarb muammolar. Ya'ni biz optimizmni ko'rib chiqamiz. Optimizmning ichida umidni ham ko'rib chiqamiz. Irratsional fikrlar, uyatli holat, tortinchoqlik va ijtimoiy xavotir degan mavzu bilan tanishamiz. Xo'p, buni sal kattalashtirib olay. Xo'p, ko'rinyapti slayd sizlarga? Kattaroq bo'lib ko'rinyaptimi? Ha, ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Xo'p, uyga vazifa kreativlik o'qidinglarmi? Kreativlik nima ekan? O'zi qanaqa masalalari bor ekan kreativlikda? Men o'tgan darsda kirmadim, lekin bunaqasini nima deydi, konspekt qilib Kreativlik qo'ydim. bu muammoga yechim topa olish, Aha, muammoga yechim topa olish. fikr Yangi bildira olish, fikr va yangi g'oyalar. fikrlar, g'oyalar bildirib G'oyalar, olish, Muammolarni hal qilish, boshqalar bilan muammolarni muloqot hal qilish. qilish. Endi sizlarga savol. munosabatni nima qilish. Kreativlik bu hozirgi zamon odamlari desak bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Endi qaranglar. Hozir kreativlik testini qilganmizmi siz bilan? Yo'q, qilmaganmizmi? Kreativlik Yo'q. testini. Og'zingiz Yo'q. ekanmiz, xosinab ko'raman. Birinchi Jumaniyoz va Nazokatxon. Siz videoyingizni oching, biz sizni emotsiyangizni ko'rib turishimiz kerak. Birinchisidan boshlaymiz. Jumaniyoz, qarang. Yaxshilab eshiting. Yaxshi oldin qilib ko'rgan bo'lsam, hozir yana sizga bir sinov bo'ladi bu. Ya'ni anaqa o'zingiz tekshirib olishga qarang. Yaxshilab eshitinglar. Mana bu telefon. Mana so'zga ahamiyat berib, psixolog so'zga ahamiyat berish kerak. Bu telefonni o'zini funksiyasidan tashqari yana Ha, bo'ldi. nimalarga olamiz. Aytib Taxta o'tdingiz kesib, bolg'a qilib, masalan, nimani liboy, masalan, oyna telefonligini, sifatida. masalan, Ha. sinib qolishidan asragan holatda, masalan, o'ylamagan holatda uni bolg'a qilib ishlatishingizniki taxtaga. Men lekin bir marta nimani ishlatganman, bilaman. Notebookni ishlatganman. Chunki zarur bo'lganman, o'sha narsaga ishlatganman notebookni. Ishlatgansiz. Xo'p. To'g'risini aytaman. Demak, buni qilgan ekanmiz. Hozir boshqa odamni sinab ko'raman. Masalan, mana bu salfetka. Buning xizmatda salfetka. Buni nimalarda ishlatsak bo'ladi? Hop, Bu belbog' qilib, to'xtang, Jumaniyozova. Endi sizdan so'ramaymiz. Durdon opadan so'raymiz. Durdon opa, mana shu salfetkani, ya'ni nimalarda o'zini funksiyasidan tashqari, ya'ni o'zining vazifasidan tashqari, ya'ni nimalarda ishlatamiz? O'zini vazifasidan tashqari chaqaloqlarga. O'zini vazifasi u. Yordam bersa bo'lmaydimi? Belvos sifatida ham ishlatsa bo'ladimi? Boylab narsani. Zakolka qilib ishlatsak bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, zakolka, sochga pilik qilsa bo'ladi. Oldin pilik qilganmisizlar, bilasizlarmi pilik? Ha. Keyin ustoz biz anaqada ham ishlatamiz. Poliklinikada masalan, Qarang, gap qolsa. Yaralarni bog'lasak bo'ladi. Yangi tug'ilgan Qayerlardir nimadir bo'lib ketgan bo'lsa, Maska sifatida ham foydalansa Boylab bo'ladi. qo'yamiz deymizda, boylab qo'yamiz. Hop, yana-chi, yana nima? Ko'ylak bosak bo'ladimi? Bu 120 bo'ladi. ko'ylak Bo'ladi. bosak bo'ladi, to'g'rimi? bo'ladi. Hop, gullar yasasak bo'ladi. Yurtga bo'lib ko'ylak. Gullar yasasak bo'ladi, gul. Ko'rpacha qilib olsak bo'ladi, tikib bir-biriga. Bo'ladi. Material ko'p.
Material-ku. Yana nima qilsak bo'ladi? O'ylab ko'ringlar-chi. Zagorka yasasak bo'ladi. Ha, zakolkani yetishdi. Zakolka qilsak bo'ladi. Xo'p, yanachi Tampon qo'lcha qilsak qilsak bo'ladi. bo'ladi. Tampon qilsak, gigiyenik tampon qilsak ham bo'ladi. Ha, Toza. gigiyenik tampon yostiqni Gul ichiga taxlasa bo'ladi. yostiq qilsak ham bo'ladi, ha? Yostiq qilsak ham. Yostiq qilsak ham bo'ladi. Mana ko'rdingiz, bu kreativ tafakkur. Ya'ni kreativlik nimaga kerak bizga? Bizni kreativlik bugungi kunda duch kelayotgan muammolarimizga original yo'l topish uchun, tez yechim topish uchun bizga kreativlik kerak. Intellektni bitta sifatini ichiga, ya'ni shu bitta deskriptorini ichiga kreativlik ham kiradi. Ya'ni intellekti yuqori insonda kreativlik, yaratuvchanlik, ya'ni yaratuvchanlik uchun insonga fikr tez kelishi kerak. Fikr tez kelishi kerak. Ya'ni shunaqa yangi qutini ichidan qarab turib chiqib fikrlash deganida kreativlik degani faqat qutidan emas, qutini ichidan chiqib fikrlash. Mana hozir salfetkani oldik, telefonni oldik, o'zini funksiyasini tashqarida yana nima ishlatish mumkin degan tarzda bir savol berib ko'rdik. Agar bu kreativ nimaga kerak? Bizni o'sha kreativlik fikrlash kuchli bo'ladigan bo'lsa, hayotimizdagi turli xil muammolarga tez yechim topib ketamiz. Oddiy mana biz ishlayotgan paytimizda, silabus tuzayotgan paytimizda ham osonroq qilish uchun yangicha yo'llar ishlab chiqamizda. Buni birovdan so'ramaysiz. O'zingiz ham hayotingizda qaysi ishni qilayotganingizda beixtiyor nimadir fikrlab ko'rasizda, yangicha turda ovqat qilib ko'rishingiz mumkin, yangicha turda nimadir ish qilishingiz mumkin. Keyin kimdir sizdan so'rasa, "Voy, mana bunaqa qilib qo'ying" desa, "Va, shu mani xayolim kelmagan ekan" deb o'ylab qoladi odamlar. Ya'ni sizni kreativlik fikrlashingiz bilan boshqa odamga farqlanishi mumkin. Shuning uchun bizga kerak kreativ fikrlashni, kreativlikni o'zini rivojlantirish, hayotimizni osonlashtirishga, hayotimizdagi muammolarni tez va original yo'l bilan yechishga xizmat qiladi. Xo'p, endi bugun biz gaplashadigan narsa optimizm. Xo'p, optimizm individual differensial psixologiyadagi individual farqlar, ya'ni birinchisi gaplashadiganimiz optimizmdan boshlaymiz. Xo'p, optimizm o'zi nima degani? Ya'ni 2000-yilda AQShda Minnesota shtatidagi Mayo klinikasi bor. Agar doktorlar bilasizlar, Mayo degan mayo.com degan bitta katta sayt bor. Mayo klinikasi ham bor. O'sha Mayo klinikasi doktorlar Toshihiko Maruta optimistlarni o'rgangan. Ya'ni bunga ko'ra optimist insonlar pessimist insonlarga qaraganda ancha uzoqroq yashashadi. Ya'ni 19% ga ko'proq yashashlarini aniqlangan. 1962-yilda bu tadqiqotni boshlashgan, 65-yilgacha davom etgan. Buni ichiga 110 mingta, 1100 ta odamni qamrab olishgan, ya'ni bemorlar o'tkazishgan. Bemorlarni optimizm va pessimizm xususiyatiga ko'ra ajratishadi. 30 yildan keyin yana aynan shu bemorlarni o'rganishganda optimistlar pessimist bo'lgan bemorlarga qaraganda 19% ga yuqori ko'proq yashashganini, ya'ni tirik qolganini aniqlashgan. Xo'p, endi sizlarga savol, optimizm o'zi nima? Optimizm. Tepaga yurish, tepaga nima qilish, harakat qilish degan, ya'ni o'sish degan optimizm. Optimizm anaqa emasmi? Faqat o'zini emas, boshqalarni ham o'ylaydigan odamlar. Altruist. Tepada. U altruist. Optimizm U eng altruist. yaxshi degan ma'noda. Up degani o'zi tepaga degan ma'noni bildiradi. Tepaga yo'naluvchi degan. To'g'ri. Endi bizni differensial psixologiya nima deyapti optimistni? To'g'ri aytdinglar. Ya'ni optimist odamlar hayotida uchraydigan istalgan vaziyatlarga yechim bor deb qaraydigan odamlar ekan. Ishonch bilan qaraydigan. Yechim bor. Nima ideal inson emasmi? Yo'q, yana eshitdinglar, qaranglar. Aynan differensial psixologiyada optimizm degan tushunchani ta'riflab beryaptiki, optimizm bu istalgan muammoga, har qanday muammoga, vaziyat yoki muammolarga yechim bor degan nigoh bilan qarash ekan. To'g'ri-da, mana optimizm tepaga yo'nalish deyapti-ku. Mana o'qishdan yiqilib tushdingiz, o'qishga kira olmadingiz. O'qishga kira olmagan bo'lsam ham hayot bor-ku, shuncha narsa o'rgandim-ku deb turib muammoga yechim bilan qarayapti. Masalan, kim bilan urushib qolgan bo'lsa, bo'ldi, shu bilan qaytib gaplashmayman emas. Bo'ldi, demak bu insonni qanaqadir sifatlarini bilib oldim. Keyingi safar bu narsaga e'tibor berib qo'yaman. To'g'rimi? Shunaqa tarzda yondashish. Ya'ni to'g'ri optimizm tepaga yo'nalish deyapti. Ya'ni optimizmda istalgan muammoga yechim bor deb qarash.
Shunda inson harakatga keladimi, axir yiqilib tushdi, kasal bo'lib qoldi. Masalan, kasal bo'lib qolsa, o'lib qolmadimku, boshqa joyim sog'ku deb qarash. Muammoga yechimi bor deb qarayapti. Xo'p, endi Hamma nima deysiz? optimizm eng yaxshi lotin tilidan deb yozilibdi. Unaqadami, Wikipediyadami, Google'da? Google'da Google'da. go'zal har qanday qiyinchiliklar holatdan chiqish bor ekanligi, butun inson yaxshi ekanligini haqida o'rgatadi. Ta'rifini boshqacha aytib yuboring. Optimizm hayot go'zal ekanligi, har qanday qiyin holatdan chiqish bor ekanligi va butun insonlar yaxshi ekanliklari haqida o'rgatadi. Shunaqa, to'g'ri. Lekin aytdim-ku, differensial psixologiyada aytyapti, ya'ni optimizm bu har qanday qiyinchilik yoki qanaqadir vaziyatlarda yechim bor deb qarash. Ya'ni yechim bor degan holatda umid bilan yoki ijobiy qarashda. Shunaqa ta'rif ber. Sizlarni ta'riflamoq to'g'ri emas. Aynan bunda aytyaptiki, mana shu ular o'rganishganda optimizmda optimist inson hayotdagi kelayotgan muammolarga nisbatan yechim bor, buni hal qilsa bo'ladi degan ijobiy ruhiyat bilan qaraydi va harakat qiladi. Pessimist inson bo'ladigan bo'lsa, kelayotgan vaziyatlarga nisbatan salbiy va yechim yo'q deb qaraydi. Optimist insonda pozitiv fikrlash, pozitiv munosabat yuqori bo'ladi. Ya'ni optimist Oldinga intiladigan inson ekanda. optimistlik, ya'ni har qanday muammoni yechsa bo'ladi, muammoni hal qilsa bo'ladi deb qaraydigan inson xususiyat bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shuni optimist insonni bitta sifati kelajakka nisbatan ijobiy yondashadi va ijobiy munosabatda bo'ladi va har bitta narsada ijobiylikni o'ziga qidiradi. Pessimist inson bo'lsa buni teskarisi, ya'ni hayotimizda duch keladigan muammolarga nisbatan pessimistik ruhda, ya'ni muammoga yechim yo'q degan holatda yoki kelajak umidsiz qaraydi. Ishonchsiz, umidsiz va salbiy qaraydi. Masalan, hozir aytyapti-da, sizga sirtqi ta'limda o'qib nima qilasan, nima qilasan o'qib, yoki nimaga xususiy maktabga universitetga topshirding, nima qilasan deb pessimist odam aytishi mumkin-da. Siz shu paytda optimist bo'ladigan bo'lsa aytasiz, yo'q, topshirgan bo'lsam ham, xo'p, mayli, man o'zim ustimda ishlayapman yoki nimadir o'rganyapman, shuncha ketgan, shuncha tanish orttirdim, shuncha og'ayni orttirdim, ertaga albatta men shu bilimlarimni ishlatib ishni harakat qilaman, ish topaman. Yoki yana ham o'zlashtiraman, yana ham o'qiyman deb. Pessimist odam o'zi o'qishga ham topshirmaydi, harakat ham qilmaydi. Siz Boshqalarni ham buzadi. o'zi qo'ldan kelmagani uchun sizni ham qo'lingizdan kelishini xohlamaydi yokida xohlaydimi, u narsa emas, o'zini qo'ldan kelmagani uchun boshqalarni ham qo'ldan kelmaydi deb o'ylaydi. Nima qiladi? Vaqt sarflab deydi. Bu pessimistik. O'shaning uchun ham psixolog bitta miyashunos olim bor, Jim Kwik degan, agar rus tilida ham podkastlarini tarjima qilishgan, ko'rsanglar. U aytadiki, muvaffaqiyat qozonishda deydi, hayotingizda yoki yaxshi yashashingizni, miyangiz yaxshi ishlashi uchun atrofingizda salbiy insonlarni imkon qadar yo'qoting deydi. Masalan, siz ishga borishingiz mumkin, hammani g'iybat qiladigan, hamma yomon gap gapiradigan odam bo'lishi mumkin, lekin u sizga yaxshi gapirishi mumkin. U sizga yaxshi gapirish. Bu degani o'sha inson bilan yana ham munosabat davom ettiraver demayapti-da. U aytyaptiki, u salbiy fikrlaydimi, u qachondir unga fikr bildirsang, baribir senga nisbatan salbiy munosabat etadi. Bu narsa seni harakatingni to'xtatadi, deyapti. Rostdan ham, masalan, kimgadir maslahat soldingizda, mana shunaqa qilmoqchiman, mana shunaqa narsalar qilaman desangiz, просто aytdingiz, o'zingiz orzungiz, maqsadingiz beradi. U aytadiki, voy qizimisiz, siz oddiy odam bo'lib turib shu narsani qilasizmi, voy kazolar qila olmayapti, voy 20 yil o'qiganlar qila olmayapti. U просто o'zini miyasida o'zi qila olmaydi aslida. O'sha narsani sizga ko'chirayotgan bo'ladi. Bizga bu narsa bo'lsa, o'zi ishonchimizni suslanishi olib kelishi ham mumkin. To'g'ri, hammada ham emas. O'zi shu yoki ijod o'ylantirishga olib keladi. U uchun odamlarning gapi ta'sir qilmasligi uchun siz o'zingizni qarashlar juda yuqori va o'zingizga bo'lgan ishonchingiz baland bo'lishi kerak va birovga o'zingizni qiladigan ishingizni aytishingiz kerak emas-da. Agar atrofingizda hamma odamlar pozitiv bo'lsa, masalan, atajonim men bunaqa qilmoqchiman deb, konsultatsiya markazi ochmoqchiman, xususiy maktab ochmoqchiman desa, pozitiv odamlar nima deydi? Davay qiling, harakat qilib ko'ring, haqiqatdan qilishingiz kerak degan. Chunki ular ham optimist odam nisbatan optimistik javob qaytaradi. Xo'p,
Endi optimist tushungan bo'lsak, optimizmni to'rtta nazariyasi mavjud ekan, ya'ni optimizmni to'rt turga bo'lib berishgan. Bu birinchisi o'rganilgan optimizm. Bu juda ham qiziq ekan. O'zim ham anaqa o'qiganimda, birinchi o'qiganimda hayron qolganman. O'rganilgan optimizmni bizni hayotimizni bizga o'rgatishadi. Ya'ni qanaqa o'rgatishadi? Mana bu prezentatsiyada ma'nosi berilgan, siz ta'rifi berilgan, lekin men sizga ma'nosini tushuntirib beraman. Ya'ni o'rganilgan optimizmga ko'ra bizni hayotimizda qiyinchilik, muvaffaqiyatli paytlarga nisbatan bizni tarbiyalayotgan yoki biz ko'rayotgan kinofilm, bizni atrofimizda berilayotgan informatsiyalar yo optimist bo'lishlik ruhida o'rgatishadi yoki pessimist bo'lishlikka. Masalan, qanday deylik, o'qib odam nima ham bo'lardi degan fikr bor bo'lgan oldin odamlarda. O'qigan odam kim ham bo'lardi, nima ham bo'lardi degan fikr bo'lgan. Bizni miyamizda o'qishga nisbatan shunaqa narsa shakllanishi mumkin. Ya'ni o'qib ham nima ham qilardim, nima ham bo'lardi. Yoki masalan, ayollarda bor, qizlarda bor, bolalarda bor, birorta inson o'zini turmushdan ayrilsa, hayot yo'q deb qabul qilib o'rgatishgan bo'ladi. Endi qiz bola bir marta oila qurib, bir marta tinib tinchib ketishi kerak, boshqa bo'lishi kerak, boshqa bo'lishi kerak. Bu o'rgatilgan pessimizmda bizga o'rgatib qo'yishgan. Endi bir marta muvaffaqiyatga uchradingmi, muvaffaqiyatlikka uchradingmi, demak qaytib harakat qilishga haqqing yo'q, qilolmaysan deb o'rgatishadi va o'shanaqa vaziyatga biz duch kelgan paytimizda biz o'sha ishni qilmaymiz. Shu turishda qolamiz. Qayta bir urinib ko'rish, boshqa bo'lish, bu narsalarga yo'l qo'yilmaydi. Xo'p, aynan pozitiv psixologiya degan psixologiya bor, turi bor, yo'nalishi. Bunga ko'ra Seligman, Martin Seligman degan, adashmasam bu germaniyalik olimida degan olim bor. Pozitiv psixologiya asoschisi. Aynan o'zini pozitiv psixologiyasini rivojlantirish davomida optimizmga qiziqqan va o'zini hayvonlar tadqiqotlarini o'tkazib ko'rgan. Ya'ni optimizmda insonda pessimistik ruh paydo bo'lgan paytda nochorlik yoki o'zini ojiz his qilish degan his bo'ladi. Masalan, bir kishi unga nima bo'layotgani haqida hech narsa qila olmasa, keyin odam nochor bo'lishni o'rganadi. Chunki ular voqealarni nazorat qilib bo'lmaydigan bo'lishni kutishni boshlaydi. Ya'ni, deylik, masalan, o'qishga topshirdingiz. Deylik, o'qishda demaylik, birinchi marta hayotingizda o'zingiz pul ishlashga to'g'ri keldi. Hayotingizni o'zingiz olib ketishingiz kerak. Birinchi marta ishga kirib, bolalaringizni boqish kerakdir, balkim yoki o'zingiz ta'minlashingiz kerakdir. Bo'ldi, men ishlayman, o'zim pul topaman dedingizda, ishga chiqib ketdingiz. Ko'chaga chiqdingiz, ish qidiryapsiz. Hech kim sizni ishga olmayapti. Diplomingiz yo'q ekanda yoki yosh ekansiz, tajribasiz ekansiz yoki hali mahoratli emas ekansiz, 3-4 joy уже anaqa berdi, отказ berdi. Shu paytda biz o'zimizni nochorlik, ojizlik hissini his qilamiz-da. Lekin shu paytda bizga shunaqa muvaffaqiyatsizliklar paytida qanaqa yo'l tutish kerakligini o'rgatilgan bo'lsa yoki shunaqa bilimlarni olgan bo'lsak, yana oxirigacha harakat qilaman deysiz, nochorlik hissingizni yengasiz. Yokida agar pessimistik nochorlik hissi bilan katta qilingan bo'lsa, o'sha hisda qolib ketasiz. Sham qidirmayman, bor edi, o'z hayoti shunaqa ekan deb stressga tushib qoladi odam. Ma'lum bir muddatdan keyin chiqishi mumkin, lekin o'sha hayotga ko'nadi. Masalan, yoki hayotimizda qiyinchiliklarga, zulmlarga, buzg'unchiliklarga chidab kelayotgan ayollar bor, to'g'rimi? Mana shunaqa ayollar bor. Ularni bir ma'noda sabr deb o'ylashi mumkin, lekin ular nochorlik hissidan chiqolmayotgan bo'ladi. Ya'ni yo'q, hayotini yaxshiman qilib ketolmayapti yoki boshqa ish ham qo'ldan kelmayapti. Unda nochorlik hissi shunaqa shakllantirib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni aytyaptiki, biz o'zi tabiatdan yo'q shunaqa o'rgatilamiz, optimist bo'lishlikka yoki pessimist bo'lishga o'rgatamiz degan Seligman bu tadqiqotni o'tkazgan hayvonlarda va natija olgan. Ya'ni unga ko'ra hozir o'tib ketdimi? Katta mana hozir to'xtaylik. Prezentatsiyamda qanaqadir to'xtalish bo'lib qoldi. Intellekt, ish. Okey. Bu o'xshamayapti prezentatsiya. Enter full screen. Voy. Nimadir bo'lib ketdi. Hozir to'xtaylik, prezentatsiyada nimadir xatolik bo'lib qoldi. O'lsin-a.
Hozir bir minut. Kompyuterimda qandaydir uzilishlar bo'ldi. Qayta qo'yib oling. Ochil. Ha, endi bo'ldi. Hop, ya'ni yana selekment davom ettiryapti. Masalan, o'sha nochorlikda agar odamning ishqiy munosabatlari buzilgan bo'lsa, nochorlikni o'rgangan kishi buzilishni quyidagilar bilan bog'lashi mumkin. Ya'ni qanaqadir ishqiy munosabat bo'ldida, o'sha ishqiy munosabatga dars ketdi. Nochorlikdan ya'ni vaziyatga nisbatan, muvaffaqiyatsizga nisbatan o'rgatib qo'yilgan pessimistlik bo'ladigan bo'lsa, ular o'zini qanaqa baholaydi deyapti. Shu misol bilan yaxshiroq tushunolsangiz bo'ladi. Ya'ni ichki omil, 3 ta omil bo'lar ekan. Birinchi ichki omil, masalan, hammasi mening aybim, men kimnidir sevishga loyiq emasman, hech kim men kabi dahshatli odamni seva olmaydi, mening shaxsiyatim dahshatli, men ularni haydab yubordim degan tarzda, ya'ni bu o'rgatilganda, shunaqa fikrlar berilgan. Sen hech nimaga loyiq emassan, o'zi har doim mana shunaqasan, mana shunaqasan o'rgatilgan va istalgan muvaffaqiyatsizlikka duch kelgan paytda o'zida shunaqa hisni his qiladi. Keyingisi barqaror omillar. Bu har doim mening aybim, men hech qachon munosib bo'lmayman, men har doim dahshatli odam bo'lganman kabi, ya'ni o'zidagi barqaror omillarni aytyapti. Global omillar aynan mana shu nochorlik hissini keyingi hayotiga ham ulab boradi. Masalan, bitta hayotda kimdir uni rad qilsa, bo'ldi, o'zi man keraksizman, man o'zi hech kim yoqtirmagan, bundan keyin ham hech kim yoqtirmasa kerak deb turib, hamma o'zi meni yomon ko'radi deb, o'zidagi duch kelgan pessimistik o'sha vaziyatga, muammoga pessimistik ruhda qarayapti, muammoni yechimini qidirmayapti, muammo yechimi yo'q deb hal qilib qo'ya qolyapti. Ya'ni kimdir uni yoqtirmay qolsa, to'xta, o'zi qayerda xato bo'ldi, nima qila olmadim, nima qilishim kerak, hop, keyingi safar nima qilaman deb fikrlamaydi, o'zimdan yomon edim, hamma yomon degan, bundan keyin ham hamma yomon deydi degan fikrdek. Nochorlik hissi. Shunaqa misol bilan selekment berib o'tgan. Keyin hop, bu juda ko'p, juda ekstremal misoldan bu fikrlar qanday qilib ojizlik tuyg'usiga olib kelish mumkinligini va inson hatto har qanday munosabatlar turiga urinishdan voz kechish mumkinligini tushunish oson. Ya'ni hozirgi holatda bir marta muvaffaqiyatga duch keldimi, keyin voshim yana muvaffaqiyatsiz bo'ladi, hayotim umuman yana muvaffaqiyatsiz bo'ladi, hech kim meni yaxshi ko'rmaydi yoki hech kim men bilan o'rtoqlashmaydi deydi. Bu narsadan вообще voz kechib qo'ya qoladi. Ya'ni muammoni hal qilishni o'ylamaydi, просто muammodan qochadi. Yaxshi, yo'q qilib qo'ya qolay deydi. Xo'p, keyingi selekment fikriga ko'ra tushuntirish uslubi bu sizning muammolaringiz va muvaffaqiyatsizlarning o'zingizga tushuntirish va ularni hal qilishning ijobiy yoki salbiy usulini tanlash usulidir. Ya'ni muvaffaqiyatga duch kelgan paytimizda bizda o'sha nochorlik hissini yengish uchun tushuntirish usulidan foydalanamiz. Ya'ni masalan, aytyapti, agar biror kishi ishini yo'qotgan bo'lsa, ular bu voqeani ikki xil tarzda tushuntirishi mumkin. Ya'ni o'ziga yetadi, nimadir muvaffaqiyatga duch kelsa. Birinchidan, bu odam iqtisod yomonligi sababli ishini yo'qotgan deb o'ylash mumkin va kompaniya odamlarni ishdan bo'shatishga majbur bo'lgan. Shuning uchun ular omadsizlardan biri edi deydi. Ya'ni aytyaptiki, qanaqadir ishdan yo'qoladigan bo'lsa, kompaniya shaqashiga ketganda, o'shaning uchun bizni haydab yubor deydi. O'ziga bog'liq bo'lmagan tarzda tashqaridan sabab qidirib beradi. O'zi shunaqa edi, o'shaning uchun bizni ishdan haydadi degan tarzda. Ikkinchisi, bu odam o'rniga hamma ham ishdan bo'shatilmaganiga e'tibor qaratishi mumkin va ular yetarlicha ishlamaganliklari yoki ish beruvchilarga yoqmagani uchun kompaniya ulardan qutulgan deb o'ylay boshlaydi. Ya'ni ikkinchisiga ko'ra bo'lsa, o'sha muammoni o'zidan qidiradi-da. Ya'ni o'sha nimaga shunaqa muammoga duch kelganini, nima uchun men bilan bo'ldi aynan, nima sababdan deb muammoni qidirib ko'radi. Bu ikki xil tushuntirish uslublari odamning muammoni qanday hal qilishiga, masalan, boshqa ishga joylashishiga boshqacha ta'sir qiladi. Birinchi tushuntirish uslubini qo'llagan kishi ehtimol uni hal qilishning ijobiy usuliga ega bo'ladi. Chunki tushuntirishga hech qanday salbiy fikrlar qo'shilmaydi. Ikkinchi tushuntirish uslubini qo'llagan kishi salbiy fikrga ega bo'ladi va bu ularning kelajak ish topishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, deyapti. Ya'ni birinchisida voqelikni obyektiv baholay olyapti, ikkinchisida bo'ladigan bo'lsa o'zidan ayb qidirib, juda ko'p ichiga chuqurlashib ketyapti-da. Faqat o'sha paytni o'zida aybini qidirmayapti-da, yaxshi ishlamadim, boshqa demayapti. Yana ish topa olmayman, o'zimdan yaxshi ishlamayman tarzda muammoni globallashtirib yuboradi. Keyingi hayotiga ham uzatib yuboryapti.
Seligman shunaqa tadqiqot o'tkazgan. Ya'ni tadqiqotda itlarda o'tkazilgan. Masalan, itlarda shunaqa holat bo'lgan. Hozir bu yerda qanaqa yozilgan bilmayman. Tarjimada xato ketganmi, to'g'ri ketganmi bilmadim. Lekin ma'nosini aytib beraman. Shunaqa birgala itlarni xonaga to'plashgan. Itlarga topshiriqlar berishgan va itga zarba berishgan. Qanaqadir ohang berilganda, ohang berilgandan keyin itga elektr toki, zarba, mana shunaqa narsalar jo'natishgan. Itlar yana o'sha harakat qilishni boshlashgan, yana elektr toki uzatilgan, yana harakat qilishni boshlagan, yana elektr toki uzatilgan va itlar umuman harakat qilmay qo'ygan. Umuman harakat qilmagan. Va ularga yana qo'shimcha tarzda boshqa itlar ham kiritilgan. U itlarga ham keyingi qo'shilgan itlar bo'lsa, ularga elektr tokidan qochish, nimalar qilish taktikalari o'rgatilgan bo'lgan. Salbiy stimullardan qochish, boshqa narsalar o'rgatilgan bo'lgan va ikkinchi guruh itlari kirgan paytda birinchi it guruhlari indamay jim o'tirgani nochor bo'lib, lekin ikkinchi guruhlar bo'lsa o'sha zarbalardan qochishni yoki boshqacha harakat qilishlarni o'rganish ko'rsatgan. Bundan ko'rsatadiki, bizda nochorlikda o'rgatiladi, ya'ni nochorlik bizda o'rgatilishi mumkin degan fikr chiqqan. Ya'ni muvaffaqiyatsizlikka duch kelgan paytda shablonli tarzda qanday harakat qilmaslik kerakligini o'rgatib qo'yilgan bo'lsa, o'sha odamlar harakat qilmaydi demoqchi. Lekin har xil vaziyatlarga tushgan odamlar, undan to'g'ri chiqib ketish yo'llarini ko'rgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, qiyinchilik duch kelsa ham undan baribir muammoni yechimi bo'lishi mumkin deb xatti harakat qilib chiqib ketadi degan xulosani bergan. Ya'ni bunda pessimistik itlar и optimistik itlarni taqqoslab ko'rgan, shuni o'rgangan va shu xulosaga kelgan Martin Seligman. Hop, Seligmanga ko'ra pessimizmni yengishning ikkita taktikasi bor. Ya'ni birinchisi bu chalg'itish. Chalg'itishga ko'ra masalan, qanaqadir vaziyat, voqea, hodisa sodir bo'ldi. Sodir bo'lgan paytda inson o'zini nuqtai nazarini muammoga emas, muammoni yecha olmaydi. Просто shunchaki boshqa narsaga, boshqa atrofga, olamga, boshqa faoliyatga qaratadi-da, ma'lum bir muddat o'sha muammodan dam oladi. Shunchaki chalg'ib turadi. Chunki uni hali yechimi yo'q, taktikasi yo'q. O'sha muammodan qanaqa chiqib ketish, nima qilish, qanday o'zini hal qilishga taktikalari yo'q. Shuning uchun Seligman bitta ikkita yo'l aytyapti. Birinchisi chalg'itish deyapti. Ya'ni просто o'zini chalg'itsa, muammolardan qochib tursa, keyin hal qilaveradi demoqchi. Hop. Ta'rifida ham bergan, hozir o'qib beraman. Ta'rifida chalg'itish odam vaziyatni qayta ko'rib chiqishi va yangi nuqtai nazarga ega bo'lishi uchun qiyinchiliklarni yoki muammolarni bir muddat chetga surib qo'yishi uchun ishlatiladi. Ushbu taktika shuningdek shaxsga vaziyatning hissiy muammolarini inkor etishga imkon beradi. Boshqacha qilib aytganda, biror kishi muammoga duch kelganda, agar u pessimistik bo'lsa, uni hal qilib bo'lmaydigan boshqa muammo deb o'ylab tashvishini boshlaydi. Ushbu fikrlash jarayonlari tufayli muammoga juda ko'p hissiyotlar berkitiladi. Bu esa o'z navbatida muammoni hal qilishni qiyinlashtiradi. Ammo agar odam dam olish mashqlarini bajarish orqali e'tiborni muammodan chalg'itsa, bu muammo haqida har qanday fikrni to'xtatib borib, bir muddat boshqa narsa haqida o'ylasa, u holda uning his-tuyg'ulari tinchlanadi va yaqinlashishi mumkin. Biroq chalg'itish faqat qisqa muddatli chora sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Ya'ni bu to'liq yechim bo'la olmaydi. Sizlarga anaqa aytganmanmi? Emotsiyada salbiy emotsiyalarga inson to'lib ketgan paytda hayotni ham olib ketish kerak, lekin salbiy emotsiyalari ham bor. Qanaqa chiqib ketish kerakligini. Aytmaganman. Aytmaganman-a? Ya'ni masalan, buni konsultatsiyangizda o'zingiz uchun birinchi qo'llab ko'ring. O'xshasa keyin konsultatsiyalarda ishlasangiz bo'ladi. Masalan, bemorlaringizda, patsientlaringizda, oila a'zolaringizda ham. Deylik, kimdir sizni qattiq aldanadi, kimdir sizni qattiq mana deylik, qanaqa holat bo'lgan bo'lsa ham sizni qalbingizda g'azab, alam, nafrat, o'kinch, afsuslanish bor deylik. Odam eng yemiradigan salbiy emotsiyalar. Bu nechida yillar tomonidan beri taqalib qolgan. Har nimadir o'qimoqchi bo'lganingizda, har nimadir ishni boshlamoqchi bo'lganingizda esingizga tushiradi deylik. Ya'ni sizni kimdir xo'rlagani, azoblagani yoki stressdaligingiz boshqa hal qila olmayapsiz.
uni o'tirib chiqib to'xtab, lekin tushunib turibsiz bu vaziyat bilan yashash hali yaxshi emas. Lekin uni yengishga vaqtingiz ham yo'q. Bu asosan masalan 18-19 yoshli o'smirlarda yoki o'zingizni qaysidir bir tig'iz paytda nimadir ish qilishingiz kerak bo'lgan paytda shunaqa sodir bo'lib qoladi. Va siz aytasizda, u sizga to'xtab, o'tirib, toza yuvinib chiqib, xonaga kirib, hech kim yo'q xonaga kirib, o'tirib, shu sizni kamsitgani, sizni haqorat qilgani yoki qanaqa salbiy emotsiyalar, siz hal qilish xohlaydigan salbiy emotsiya, lekin siz o'qishingizga, ishlashingizga, yashashingizga xalaqit beryapti, qiynab tashlab, yig'laveryapsiz. Shularni hammasini o'tirgan holatda ko'zingizni yumib, bir ko'zingiz oldidan o'tkazasiz. Keyin bitta tasavvuringizni qora qutini tasavvur qilasiz. Qora quti. Shunda qop-qora qutini birma-bir xayol qilib ko'zingizni yumib, miyam, man charchadim. Inson ongiga ko'ndirish kerakda. O'zingiz NLP qilasiz, neurolingvistik programming qilasiz. Miyam, man charchadim. Hozir bu muammolarimga yechim topa olmayman. Sizlar bilan o'tirib har bitta salbiy emotsiyalarim, g'azabim, asabim, nafratim, man birma-bir o'tirib hozir sen bilan hal qila olmayman. O'tirsam yig'layman, yig'lasam 2 soat vaqtim ketadi, bir kunim ketadi, bir kun o'qishdan qolib ketaman, pul topishdan qolib, ishdan qolib ketaman. Yaxshisi, hozir mana shu qutiga sizlarni solib qo'yaman. Mana shu ishlarimni qilib olganimdan keyin sizlar bilan gaplashaman. Deysizda, shu qutiga solib qo'yasiz. Bu miya просто ko'nadi. Mana shu muammolar bizda turibdi, miyani bu kognitiv terapiya deyiladi. Miya turibdi, miyangizda muammolar turibdi. Просто miyangizga aytyapsiz, miya любой ishni qilib beradi. Hozir bu qutiga solib qo'yganman, hozir bezovta qilmaydi. Yuragim tub-tubida turib turasizlar mana shu yerda. Lekin ishoninglar bir kun qaytaman. Deysizda, bekitib, ustiga mani xayolimni bilasizlarmi nima qilaman? Zanjirlar bor-ku, zanjir bilan bog'lab tashlayman. Ustiga qulf bilan qulflab qo'yaman. Ishoninglar, shunaqa yengil bo'lasiz. Masalan, mana kitob o'qiysizmi, dars qilasizmi, dars o'tasizmi, ishlaysizmi, pul topasizmi? Unda kimdir Atajanova sen o'zing shunaqa edingda deganda yoki muvaffaqiyat uchragan paytingizda o'shalar yana ochilmoqchi bo'ladi-da. O'shani g'azabingiz, alamingiz ochilmoqchi bo'ladi. Yo to'xtang, tizib turinglar. Keyin gaplashamiz. Yana o'zingizga qaytarasiz. Yig'i kelgan paytda qaytarasiz. To'xtanglar, keyin gaplashamiz. Pozitiv kayfiyatda qaytarishingiz kerak. Alam bilan emasda, pozitiv. Biz hozir vaqtimiz yo'q, shuncha ishimiz bor deysizda. Yana ularni zanjirlab, qulflab qo'yib qo'yasiz. Aynan Ustoz, muddatgacha? Qaysi muddatgacha? Qaysi muddatgacha? Qaranglar. To'g'ri savol. O'sha hozirgi paytda e'tiboringizni qaratgan ishingiz hal bo'lib, muammolaringizni hal qilishga, o'sha emotsiyalaringizni qayta uyg'otib, qaytadan uni hal qilishga bilimingiz, energiyangiz yetadigan payt bo'lsa, uni ochgan paytingizdachi bir o'zingizga kelmay qolasizda. Deylik, masalan, IELTSga tayyorlanyapsiz yoki nimadir ish qilyapsiz. Bu payt sizni qiynab tashlayapti-da, qiynalib ketyapsiz. Hozir bular bilan gaplashib olasiz, xuddi shunaqa qutiga solasizda. IELTSni topshirib bo'ldingiz, pulingizni topib bo'ldingiz, unga 1 yil ketadi, 6 oy ketadi, keyin to'xtab, sokin, sizni hayotingizda boshqa sizni qiynayotgan emotsiyalar bo'lmagan vaziyatda yani ochasiz, o'zi to'xta. Endi bu boshqa terapiya bo'ladi. Bu polniy boshqa terapiya. Ya'ni o'sha payt o'zi nimaga mani xafa qilgandi? Ya'ni boshqa inson rakursdan ko'rib chiqasiz, o'zi nima bo'ladi shu vaziyatda? Misol uchun nafratingiz bormi? Nimaga nafrat? Siz aldab ketgan uchun nafratlangansiz. Demak, men o'sha paytda odamlarni yaxshi analiz qilishni bilmagandirman. Yokida asosan miyangizga nimaga degan savol, nimaga men, nimaga biz uchun bo'ldi, nima uchun bizga qilindi degan narsaga javob topib bersangiz bo'ldi, miya to'xtaydi. Masalan, eng kam topa olmasangizchi, mayli, men bu ishni topa olmadim, lekin miyam yoki o'zim, ya'ni Nilufar, mayli, hech bo'lmaganda o'sha umuman topa olmasangiz, qiyomatda olaman-ku, mayli. Men prosta Alloh uchun kechirib qo'ydim. Alloh meni kechirsin boshqa ayblarimni deb qo'yishni o'zi eng oxirgisida ham umuman topa olmayman, shuni tavsiya qilaman. Lekin boshqa asosda topib bersangiz bo'ladi. Millionlab topib bersangiz bo'ladi. Ya'ni u o'zi beparosat.
u o'zi bilimli bir normal iymonli odam emas yoki bir normal odam bo'lganda shunaqa gap aytarmidi. Xo'p, uni aytganini bilmay o'zi shunaqamanmi rostdan yoki shunaqa qilib ketgan. Demak, balkim o'sha paytda men ko'zimni kattaroq ochishim kerak edi. Shu paytda men lo'q bo'lgandirman yoki boshqa bo'lgandir degan hamma faktlarni miyangizga, miya ham xuddi tasavvur qiling, miyangiz sizni eshitib o'tiribdi. To'xta, biz miyamizda shu nimaga degan so'roqlarni bekitaylik deb siz eshitib o'tirib unga tushuntirib beryapsiz. Shu tushuntirib kognitiv terapiya, NLP terapiya qilib beradigan bo'lsangiz miyangiz ishoning to'xtaydi. Rahmat, ustoz. Ancha Значит, 7 kunimizgacha qora qutida saqlab turamiz. qora qutida. Masalan, 10 kun hozir kuchingiz yo'q, 10 kun chala ishlab yurishingiz kerak, boshqa vaqtingiz yo'q. Yechim topguncha. Kutib turinglar. Bunichi masalan 18-19 yoshli bolalarda ham ko'p qilsanglar, qizlar bolalar bo'ladi-ku, o'qishga tayyorlanishi kerak, hayotini qurib olishi kerak, ota-onasiga bo'lgan travmalari bor. Masalan, yoshligida ota-onasi mehr bermay pikka chiqadi-da, 19-18 yosh o'rtoqlari bilan jamoaga kirishib boshlaydi, hayotda yangi o'rtoq topish boshlaydi. Ular o'zini ota-onalari bilan boshqa ota-onalar muomala qilishini, boshqa bolalarni, boshqa hayotlarni ko'rgan paytda o'zini og'riqlari kuchayib ketib qoladi. Nimaga degan narsa. Shu paytda juda tavsiya etib tursangiz bo'ladi. Ya'ni men o'qishini o'qib olgan, yillab keyin qaytasan. Masalan, meni ba'zi bir emotsiyalarim bor, har bir 5-6 yildan beri ko'tarib yuraman, shu qora qutiga solib kelgan. Ora-orada masalan, o'sha qora qutiga solish bitta zo'r tomoni nima? Sen ligini chalg'itishda shuni aytyapti. O'zing chalg'itib turgin deyapti. Bu lekin yechim emas deyapti. Aktual yechim emas. Faqat mana Marg'ilobni qarang, qachonlardir siz o'rtog'ingiz prosta Marg'ilba sen ahmoqsan degan gapida xafa bo'lgansiz-da, to'g'rimi? Lekin hozir sizni kim ahmoqsan desa, o'zi ahmoqsan deb ketadigan onga yetib kelgansiz. Yoki va shu javob ham qaytarmaydigan, men ahmoq emasman, o'zim ahmoq emasman, juda yaxshi bo'laman desa, yokida ahmoqsiz desa, ha ahmoqman, endi bildingmi deb javob beradigan darajaga yetib kelgansiz. O'sha biz ba'zi bir emotsiyalarimizni o'zimiz davolay oladigan darajaga yetib kelamiz bir kun. Yana bitta narsa bor. Ba'zi bir insonlar hayotimizda qaysi bir emotsiya bilan yashashni yaxshi ko'radi. Ya'ni masalan, azoblanib, o'sha voqeasini eslab, qayta xo'rlikni his qilishni yaxshi ko'radi bir qilinglar. Shunaqalar ham bor. Masalan, o'sha emotsiya xatoligini bilib turib, shunaqa vaziyatda yashash xatoligini bilib turib, undan chiqish kerakligini tushunib turib ham yangicha vaziyatga, yangicha hayotga tayyor bo'lmagan odamlar ham bor. Ana Mikrofon shunaqa o'zim gapiradigan odat chiqarib olganman-da, yaqindan beri. Kimdir meni xafa qilib asabim bo'lsa, ichimga o'zim urishamanda. Bor yo'qol kimsan sen, meni xafa qiladigan deb bunaqa qolamanda, keyin o'zimni bosaman. o'sha paytdachi ovozinglarni chiqarib aytinglar, miya ko'nadi. Men shu o'zimni ovozimni chiqarib aytaman-da, bu paytlari o'sha odam eshitib qo'ymadimikan deb qo'yaman-da, o'zi bilmagan holda gapirib qo'yaman-da. Qarab qo'yaman. Aql turgan ekanman, eshitib qolmadimikan deb qo'yaman-da. O'sha emotsiyani Ustoz. to'lib ketsa masalan chiqarish kerak. Labbay. Assalomu alaykum. Demak, nima siz Anaqa. gapirasiz lekin mikrofoningiz bekor. Gapiring Zari Odil. Ustoz anaqa ataylabdan o'zini mana bechora ko'rsatib, alamzada bo'lib yashab yuradiganlarga hech tushunmayman. Borda shunaqalar. Uni konsultativ psixologiya xudo xohlasa uchinchi kursga o'tsanglar, konsultatsiyadan kirsam, ida tushuntirib beraman. Nimaga odam o'zi yillik aramizda yashaydi, qachon chiqib ketsa bo'ladi, qanaqa qilib chiqarsa bo'ladi, ularga nimaga bunaqa shakllanib qolgan. Ida tushuntirib beraman, lekin bitta narsa aytishim. Shunaqa psixologiya darsimiz ham bo'ladimi? Konsultatsiya. Konsultativ Biz psixologiya qiziq fan bor. bo'lsa kerak, A? qiziq fan bo'lsa kerak. Juda qiziq fan. Va hamma talabalarnichi o'zini og'riqlari, travmalari ochilib ketadi. Hamma tushib qoladi. U fanda. O'zini travmalari ochilib ketadi. Mavzulashtirilgan bo'ladi. Masalan, zo'ravonlik, anaqa shaxs buzilishi, narsiss, abuser, paranoya, hammasini gaplashtiramiz. Qanaqa ishlanadi, nima qilamiz? U maxsus darsimiz bor unga. O'tib chiqamiz uni. O'zingiz o'tasizda, to'g'rimi? Konsultatsiya ham o'taman, lekin endi Alloh alam deydi-ku, u paytgacha nima bor, nima yo'q deydi-yu. Qaysi Konsultativ psixologiya anaqa nima deydi? Psixoterapiya kursi. psixoterapiya ham bo'ladimi?
Ha, ichida psixoterapiyani yo'nalishi ham borda. Konsultat psixologiya va psixoterapiya. Psixologiyani turib ko'paygan. Baribir Terapiya kerak menga. Terapiya hammaga kerak. Agar masalan o'shancha til o'rganinglar deymanda, hali ham kechmas. Ingliz tilini o'rganinglar. Tilda siz ham o'rganing, keliningiz bo'lsa ham. Ingliz tilida shunaqa ma'lumot ko'p, ko'p ma'lumot ingliz tilida. Chunki psixologiyani ham birinchi anaqa qilgan Zayman Freyd-ku, Ular nemis tilida bo'lgan, lekin ingliz tiliga perevod qilingan. Masalan, nima demoqchiman? Dunyo ilm tili ingliz tili bo'lib qoldi. Araba ingliz Mening ham tilida. savolim bor edida. Lambek gapiring. Masalanda bu kasallikmi? Masalan, bitta odamni bilamanda men. Hayotga faqat o'sha masalan yaxshilik qilsangiz ham yomon ko'zi bilan qaraydi, qilinsa ham o'sha odamga yaxshilik qilmasa ham xullas hamma narsani minus ko'radi. Bu kasallikmi yo hali nimami deymanda? Kasallik bo'lishi ham, o'zi kasal darajasiga yetib qolgan bo'lishi ham. Kasallikmikin yo psixический qandaydir bir holatmikin? Hech Psixologik yaxshi tomoni umuman ko'rmaydigan bitta odam borda. Masalan, ko'pchilik muhokama qilamizda, o'shanga so'raganim, u kasallikmikin yo hali eng yaxshilik qilib, yaxshi gapirib turilsa ham o'sha odam qandaydir noto'g'ri fikrlanadi-da. Shaxs buzilishi degan narsa. turmush o'rtog'i yo'qmi deyman? Yo'q. Shaxs buzilishi degan narsa. Turmush o'rtog'i yo'qmi deyman yo'qmi o'sha xodim. Yo'q, turmush o'rtog'i bor. Unda paranoya shaxs buzilishi. Unda hamma Zo'r narsa tashxis qo'yiladi. Bitta maktabda ishlaymiz. ishqora insonlar bo'ladi Hammaga anaqa shunaqada ishqora hali insonlar. bir yaxshi narsani ko'rmaydi. Shunga hayron bo'lamizda. Hozir nima mavzuyimiz to'g'ri kelib qoladi. Nimaga unaqa ekan, u kasallikmikin deb bilib olaychi degan. shaxs buzilishi bu psixik buzilish, psixik buzilish, psixiatriyani Ko'pincha kasal. turmush o'rtog'i yo'q odamlar shunaqa kasal bo'ladi shekilli. Hammasi ham Oddiy misol, darsimiz mana dars parallel kelib qolgan bo'lsa ham shuni ham bir yomon tomonga oladida, dars parallel qaranglar, bo'lib qolgan masalan, bo'lsa ham. turmush o'rtog'i yaxshilikcha yo'qlikka tushuntirib qo'ygan. ulamisiz, turmush o'rtoqlikka ulash emas. Hayotida muvaffaqiyatsizlikka uchragan, o'zini muvaffaqiyatliman deb hisoblamaydigan odamlarda bo'ladi ko'proq. Masalan, turmush o'rtog'i bo'lib turib ham, turmush o'rtog'i uni muvaffaqiyat emas, muvaffaqiyatsizlik deb qaraydigan bo'lsa ham, unda ham bo'ladi. Masalan, ayol kishi o'zi endi hozir ayollarning tendensiyasi o'zgarib ketyapti. Oilaviy hayotda muvaffaqiyatli bo'lsa, uncha sotsial hayotda muvaffaqiyatga juda ham intilishga harakat qilavermaydi-da aslida. Lekin bu tendensiya ham o'zgaryapti. Zamon talabi o'zgaryapti, boshqa bo'lyapti. Hayotida o'zidan qoniqmaydigan, o'zini muvaffaqiyatsiz deb hisoblaydigan ayollar har doim hamma narsadan negativ qidiradi. Bu narsa ularda shaxs buzilishiga ham olib keladi. Psixiatriyani kasali bo'lib ham qoladi. O'sha o'zini ajratib beraman, konsultatsiya psixologiya o'tsak. Yo'q, domla kechiring, menda bir ikkita tanishim bor edi. Aha. Turmush o'rtog'i yo'q, ajrashgan. Lekin turmushga chiqmagan qizlar ham bor. Bir ikkita o'shalarni sanab aytaman-da. Bo'lishi mumkin, u ham holat bo'lishi mumkin. Gormonal o'zgarish, gormonal disbalans. Lekin qaranglar, bitta narsa bor. Odamda gormonal disbalans bo'lsa ham, o'sha gormonli o'ylashini ham, oilaviy muvaffaqiyatsizligini ham paytda o'zini emotsional jihatdan boshqarib turish uchun o'sha insonda bilim yaxshi bo'lishi kerakda va emotsional xulq atvor yaxshi bo'lishi kerak. Bu tarbiya, bilim, miyadagi narsa bilan bog'liq. Masalan, hamma insonni dilini ortadigan odamlar bo'ladi. Xasis yoki boshqa narsa. Bu insonda o'sha miyasini to'ldirgan informatsiya bilan va e'tiqod darajasi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, oldin 26 yoshda beva qolib turib, bitta qizi bilan, bitta o'g'li bilan qolib, bir umr spokойный, xotirjam, hech kim bilan urushmaydigan, talashmaydigan onalar ham bor-da. Uchratganmisizmi? Qarindoshinglar, tanishinglar. Ular nima uchun? Ular axloqli insonlar. O'z xulq-atvorini boshqara oladigan, nimaga dunyoga kelganini anglay oladigan, to'g'ri tarbiya ko'rgan va o'z xulqini to'g'ri boshqaradigan ayollar hisoblanadi. U masalan turmush o'rtog'i bo'lib turib ham o'zini xulq-atvorini to'g'ri boshqarmasligi mumkin. Balkim ularning turmush o'rtog'i regulyatsiya qilib yurgani uchun kamroq g'iybat qilar, sal o'zini yig'ishtirib olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin buni hammasi ilmga borib taqaladi, bilimga borib taqaladi, xulq-atvorga borib taqaladi. Inson ilmsiz bo'lishi ham mumkin, o'zi tabiatan axloqli qilib tarbiyalangan bo'lishi mumkin. Andishali, sharmli, hayoli qilib.
Ya'ni uni dunyoviy o'rganilgan bilimidan ko'ra uni tarbiyasida berilgan, uni tabiatidagi o'zini ilmi bu ilmdan ko'ra kuchli bo'ladi. Shuning uchun bosib ketadi. Hozir insonlarni oddiy Mana shu kishidan mana shu o'rganib, gapingizga bitta misol keltirib beray. mayli keltiring. Ha, meni o'zimni onam borda xullas. 26 yosh deganingizga mana 26 yoshida biz 4 ta farzand bilan qoldida. O'zi o'qituvchi bo'lib 40 yil o'qituvchi bo'lib ishladida maktabda. Bitta ukam, o'g'il bola ukam, bitta opam bor edi, o'tib ketishdi. Hozir ikkita qiz qolganmiz. O'zimni dadam 26 yoshda o'tgan bo'lsa, bitta opam bilan bitta ukam 23 yoshda bittasi o'tdi, 26 yoshda yana bittasi o'tdi. Rosa asha siz aytmoqchi irodasi mustahkamligidan eng mahallada faol ayol bo'lib haligacha mahallani xizmatini qiladi-da. Shunga hozir mana shu mavzuyingiz kelib qolganiga o'rinligimiz Xulqqa bog'liqda. Masalan, universitetlarda o'qib turib, doktorant bo'lib turib yoki PhD professor bo'lib turib, o'zini xulqini boshqara olmaydigan insonlar bu tarbiya bilan bog'liq. Bu mentalitetdagi olgan tarbiyasi, bu e'tiqod bilan bog'liq tarbiya bo'ladi. Lekin boshqa omillar ham bor. Uni hozir o't edib tushuntirib bersam, darsdan chiqib ketib qolamiz. O'shaning uchun dars Labbi. Madaniyat amroligini ustoz, shu tarbiya, madaniyat. O'sha aytayotgan narsalaringizga-da hozir. Durdona aytyaptilar-ku. Shunga ham. To'g'ri, men masalan, to'g'ri, dunyoviy ilmlar ham biz tarbiyamizga yordam beradi, lekin agar o'sha dunyoviy ilmni axloqqa oid bo'lsa-da, axloqqa oid bo'lsa. Masalan, fizikani o'qib o'rishingiz mumkin, lekin siz faqat fizikani o'qiganingiz uchun odamlarning insoniyatga zarar keltiradigan bomba yaratishingiz ham mumkin-da. Bunday olib qarasa. To'g'rimi? Ilm insoniyatga xizmat qilmaydigan, insoniyatning yuksalishi uchun xizmat qilmaydigan davrda ko'rib bo'lgan Ikkinchi jahon urushida. Odamlarning terisini shilib, odamlarni o'ldirib, bomba tashlab, ilm-ku bu, lekin inson axloqini, qadriyatini rivojlantirishga qaratilgan ilm bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha og'zidan adi kirib, badi chiqib, urushib, talashib, boshqa qiladi. Masalan, bundoq qaraydi, o'zi nimaga hasad qilishim kerak, nimaga yomon gapirishim kerak, yomon gapirishim o'zi shartmi deb, o'z og'zidan xunuk so'zlar chiqishga o'ziga ruxsat berib qo'ygan inson bo'ladigan bo'lsa, gapiraveradi. Odamlar даже o'zini farzandiga ishlatadi. Xunuk so'zlarni, o'zini farzandi, hayotingda oxirigacha bo'ladigan o'zingdan chiqqan odamga insonlar, ayollar juda xunuk so'zdan ishlatadi. Agar farzandingni so'kadigan bo'lsanglar, so'kmanglar endi. 5 qo'yib beraman, so'kmasanglar. So'kmanglar. O'rgatinglar. So'kmanglar lekin. Sen ko'p anaqa qilaman-da. Ko'raman. Otangga o'xshamay o'l, ammangga o'xshamay o'l degan tendensiya aytishadi. Xo'p, keyingisi qaranglar, bu tushuntirdim, buni tushuntirdim. Tadqiqot o'zi yana bir qayta o'qib olasiz. Pessimizm. Ikkinchi taktikasi nima? Munozara qilish. Ya'ni pessimizmdan chiqishda biz munozara qilishimiz kerak. Qanaqa munozara? Nimaga o'sha muammoga duch kelib qolganimizni, nima uchun bo'lganini, nimaga aynan men shu vaziyatdaman deb muammo hal qilib ko'rish. Endi hali emotsiyalaringizni, qiynalish, azoblanishlaringizni hal qila olsangiz, ilmingiz, bilimingiz yetsa, qora qutiga solish shart emas. Vaqtingiz bo'lsa, mutaxassisga borib yoki sizni yaxshiroq tushunadigan odamga borib gaplashib hal qilib olishga sizni moliyaviy tomoningizdan ham, moddiy tomon, energiya, ma'naviy tomon yetarli bo'lsa, buni munozara qilish kerak. To'xtatib o'tirib gaplashib olish kerak. Ya'ni nimaga o'zi shu narsa sodir bo'ldi? O'zim qayerda xato qildim? Yoki u nima xato qildi? Nima uchun shu vaziyat bo'ldi? O'tirib birma-bir bunga 1 oy, 2 oy, 3 oy, to'g'ri 5, 6 oy ham vaqt ketishi mumkin. Undan ko'p ham ketishi mumkin. Chunki masalan, 10 yil berilgan azobni siz 1 kunda hal qilib qo'ya olmaysiz hech qachon. 1 kunda, 2 kunda u narsa hal bo'lmaydi. Sekin-sekinlik bilan sizdan chiqib ketadi. Birinchi anglab yetasiz, tushunasiz, keyin organizm shu narsaga ko'ndirishni boshlaysiz. Xuddi mana yaqin insoningizni yo'qotsangiz, birinchi yig'laysiz. Yo'q, u o'lmagan deb qabul qilishni xohlamaysiz. Keyin vaqt o'tadi, sog'inasiz, boshqa qilasiz, alamingiz chiqadi, boshqa bo'ladi. Yillar o'tib, 1-2 yildan keyin o'sha yo'qligiga ham ko'nikishni boshlaysiz. Xuddi shu miyangizda, ya'ni insonlarda olingan travmalar, ko'rilgan azoblar, hislar yillab ko'tarilib yuribdimi, ularni ketishi uchun ham ancha vaqt kerak bo'ladi. Birdaniga masalan, yogida juda kuchli ilmingiz bo'lishi kerak, juda ham o'zingizni nazorat irodangiz kuchli bo'lsa,
yoki hayotingizda faoliyatingizda band inson bo'ladigan bo'lsa chiqib ketish oson bo'ladi. Lekin qanaqa qilib 10 yil ichida ko'tarib yurgan azobingizni bir deganda bundoq qilib u qiyin. U umuman qiyin holatda. Chunki organizm ham o'rganib qolgan bo'ladi. Yillab ko'tarilgan azoblar masalan psixiatriyani psixik dorilari bilan davolanadi. Endi keyingisi optimizmda dispozitsional optimizm. Ya'ni dispozitsional optimizmda bunaqa ta'rif berilyapti. Charles Carver va Michael Schneider bular aytishyapti. Ba'zi bir insonlar tabiatdan ular o'zi optimizmga moyil bo'lib tug'iladi. Ular genetik deyapti. Ya'ni ularning organizmi xarakter tipologiyasida optimizm ularniki bor deyapti. Ya'ni hayotga, kelajakka nisbatan umid bilan qaraydigan, harakatchanlik, har bitta muammoga pozitiv qarash kayfiyati bilan tug'iladi insonlar deyapti. Yokida teskarisi pessimist bo'lib tug'iladi o'zi. Shunaqa pessimist holatda bo'lgan, pessimist bo'lib tug'iladi. Lekin buni bir tomoni bor. Pessimist ota-ona pessimist bolani tarbiya qilishi mumkinmi? Uni xuddi genetikasi o'xshatish mumkinmi? Ya'ni o'xshaydi. hamma narsani ota-ona aytyapti, nimadir qilma, xuddi bu birinchi nazariyaga o'xshaydi-da. O'rgatilgan optimizm, o'rgatilgan pessimizmga o'xshab qoladimi? Masalan, shoir opani qizi 2 olib keldi. Birinchi mar Oyijon 2 olib keldi, qizim. Inson 2 olishi mumkin. Lekin keyingi safar albatta yaxshi harakat qilasan, sen 2 3 olasan va asta-sekin 4 olishing mumkin, 5 olasan va muhimi sen shu jarayon ichida nimadir o'rganding, nimadirga erishding degan tarzda yo'naltirish mumkinmi? Yoki masalan pessimist bo'lsa, "Oy 2 olib keldim, o'z dadangga o'xshagan esan-da. Nanda ursan?" O'shaning uchun odamga bir nimani eplamagan, sen ham eplamaysan. Yoki nima deydi, ana gaplar bor-ku. O'zi shunaqasan. Yoki mana xolingni qizini qara, har doim chaqqon bo'lgan, epchil bo'lgan, sening qo'lingdan nima kelardi degan tarzda. Bolani hayotida eng katta yomon narsa bu taqqoslash. Hech qachon hech kim taqqoslash kerak emas. Masalan, o'zini kimga taqqoslasa ham, "Oyijon qarang, opam yaxshi biladi, unaqa bunaqa." To'g'ri, opang yaxshi biladi, lekin sen ham undan yaxshi qila olishing mumkin. Seni ham o'zing yaxshi qila olishing mumkin bo'lgan mana bunaqa jihatlaring bor. Yoki sen ham albatta opangda harakat qilsang, undan ham chiroyli natijaga erishishing mumkin va men bu narsadan faqatgina xursand bo'laman deb turib yo'naltirish mumkinmi? Yo обязательно sen opangga o'xshamading deb, akangga o'xshamading taqqoslash. Ya'ni bu menimcha dispozitsional optimizm yoki pessimizm tabiatdan bizga genetik jihatdan shunaqa bo'ladi, ya'ni shunaqa yaratiladi odam deyapti-da. Ba'zi bir odamlar shunaqa xarakter tipologiyasi shunaqa bo'ladi deyapti. Katta ehtimol bilan bizni xarakter tipologiyamizni biz ota-onamiz bizga bergan uстановkalar ta'sir qilib qolishi mumkin. Keyingisi situatsional optimizm. Ya'ni situatsional optimizm nima degani? Odamlar aynan qaysidir bir situatsiyalarga kelganda optimist bo'lib qoladi. Bu qara, sizlarga aytaymi? Dushanbadan qilaman deydigan odamlar bor-ku, yoki yangi uyga ko'chsam yaxshi bo'lib ketadi hammasi deydi. Yangi uyga ko'chmaguncha muammolar hal bo'lmaydi. Yoki masalan turmushga chiqib ketsam hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Turmushga chiqsam baxtli bo'lib ketadi. Mana eng situatsional optimizmning ko'rinishi insonlarni biz hayotimizda faqat oila qurishi bilan hisoblaymiz. Mana oila qurmadimi, u baxtsiz. To'g'rimi? Shunaqa deb qarang. Masalan, oila qursa hammasi yaxshi bo'lib ketadi yoki yangi mashina olsam hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Amerikaga ketsam yaxshi bo'lib ketadi. Bu situatsional optimizm. Qaysidir situatsiya sodir bo'lsa, keyin yaxshi bo'lib ketadi ishonish. Masalan, kimdir oz olsam yaxshi bo'lib ketadi deydi. Masalan, universitet bitirib olsam yaxshi bo'lib ketadi yoki chet elga ketsam yaxshi bo'lib ketadi deydi. Agar siz shunaqa fikrlayotgan bo'lsangiz, situatsional optimizmga ko'ra fikrlayotgan bo'lasiz. Xo'p, endi biz darsimiz tugadi. Qolganini o'qib olasizlar. Ancha prezentatsiya qoldi. O'qib tushunib olasiz. Xo'p, yana darsinglar bormi? Ha, Yo'q. 2 3. 2-3 Uchinchi bor. para. Sal dam olinglar. 7 minut vaqtinglar bor ekan. Yaxshi qolinglar. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Rahmat. Konspektlarni qilinglar, seminarga tayyorgarlik ko'ringlar. Umid haqida tayyorlanib keling. Umid haqida gaplashamiz keyingi darsda. Xo'p bo'ladi.